Dadasi. Iye, tinchlikmi? Ha? Salonga boruvdim. 1 soatlarda keling deb yozib yuboribdi. Shunga yo'l-yo'lakay sizni ko'rib ketay dedim. Anchadan beri o'zimiz yolg'iz ovqatlamagandik. Yo'q, yoki ishxonamdagi quloqlaring yangi hisobchi keldi. Kelib keting deyishdimi? Voy, Ha? hozir rashk qilib kelding demoqchimisiz? Yolg'onmi? Men o'zimga ishonaman. Oh. Mendan zo'rini topa olmasligingiz aniq. Hey, onajonisi. O'zingizga ishonib o'rmayapsizmi? Bilasam, yosh barbirim o'zinikini olar ekan. Yangi hisobchim sendan ancha yosh va tetik. Yo'q, Ha? hozir men sizga yosh qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Bilasiz, ikkita xotinligiga statya bor. Ajrashib uylansa bo'ladi, yosh xotin olganga statya yo'q-ku? Dadasi, Ha? asabimga tegmang. Hozir o'ldirib qo'yaman.